Yaxshi, endi bizga verb ing'ni passivda kelishi. Hay. Bizga o'zi bilasizlar, fe'llarimiz bor, like, love, hate, mind. Tak, yana nimalar bor bizda? Start. Hokazolardan keyin verb ing keladi. To'g'rimi? Endi bizda bo'layki being plus verb keladigan bu shaklda gapirayotgan paytlarimiz. Misol uchun aytaylik, aksivni aytib o'tmaylik, birdan passivni gapirib ketaveraylik. I like being helped by professionals. Pro ikkita f yes. Bitta f ikkita s yes. Professionals. I'm a bit nervous, guys. I like being helped by professionals. Ya'ni men professionallar tomonidan yordam berilishini yaxshi ko'raman. Ya'ni menga professionallar yordam berishini yaxshi ko'raman bo'lyapti. Like emas, being verb ing chamiz, bu yerdan verb keladi. Yana bitta narsa aytaylik. I don't mind. Hadeb aytib gapira olmaylik. She doesn't mind being, let's say again, scolded by her mom. She knows she makes she knows her mistakes, Lily. Thank you. Bizda bo'lyapti. She doesn't mind being scolded by her mom. She knows her mistakes. Yaxshi. U deyapti, doesn't mind so'zini nima so'zida yoki don't mind qarshi emas, to'g'rimi? Oyiz tomonidan urishilish yoki koy berishga qarshi emas, chunki u o'zini xatolarini biladi. Being scolded. Ya'ni urishilish, to'g'rimi? Gap eshittirib, birontani gapirish bo'lyapti. Yaxshi, yana o'sha bizda verb ing plus verb uchun o'zi kelyapti. Keyin bizga to be to infinitive. To infinitive passivda kelishi. Bizga oddiy so'zlarimiz bor edi, like want, like decide, ask, promise, expect, hokazolar. Bizga to be plus verb kelar ekan. Let's say it again. They decided to be what? They decided to be let's say what? Nima qilinishini xohlashdi? Let's say what? Bize berilish. Şuraya nasıl picked up diyelim. Picked up by Yandex driver. They decided to be picked up by Yandex driver. Yani ular qaror qilishdi, bitta Yandex haydovchisi tomonidan olib ketilishni. To'g'rimi? Pick up someone bo'ladi-ku, olib ketish. To be picked up bu haqqa to be orqasidan verb keladi. Ular qaror qilishdi, Yandex haydovchisi tomonidan olib ketilishni. Tushundingmi? Yana bitta biror narsa aytaylik. He didn't
expect to be let's say resign from his job. He didn't resign so'zni nima esti? Ishdan bo'shash, yes. Bir masala yozib qo'ydi. He didn't expect to be resigned from his job. U kutmaganida ishidan bo'shab ketishini. Ya'ni kimdirlar bo'shatoryapti-da, u bo'shamayapti. Mana bu narsa unga nisbatan, o'txiga nisbatan bajarlayapti. Uni bo'shatorishyapti. Bo'shalib ketishini kutmagan edi. Tushundingmi? Yaxshi. Keyin bizda oxirgi narsa qolyapti. Was yoki were born. Buni bilsanglar, shu yerda tug'ilganman, bunaqa desalar, mana shu so'zda ham o'zi tarkibiy qismi kelib chiqsa ham passiv gap ekanda. Misol uchun aytaylik. I was born in 1980. Ya'ni men tug'ilganman desalar-ku, o'zimizdan qilmaymiz. Shuning uchun men tug'ilganman deb gapirgan paytlari, so gapning obyekti bizda bo'ladi, to be va yana verb uch bo'ladi. Be so'zining anaqasida bu to'g'ri tushunishimiz kerak hamma narsani, grammatik o'rganyapmiz. Yana bitta narsa aytaylik, misol uchun they were born after World War II. They were born after World War II. Ya'ni ular ikkinchi jahon urushidan keyin tug'ilgandilar. Yo'qmasam shu narsani hozirgi zamonda gapiraylik. Kittens are born very small and weak. Kittens are born very small and weak. Nima ekan? Kichkina mushukchalar juda ham kichkina va slabi tug'ilishadi. Ko'ryapsizlarmi? Tubisini zamonni har xil qilib aylantirib, bir buchga qo'yib gapiraversangiz bo'ladi. Tushunarlimi? Mana toza misol.